Assalomu alaykum. Qalaysizlar o'rtoqlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar, charchamayapsizlarmi? Bilaman, ham ko'pchilik opa-singillarimizning muammosi bu ozish. Men уже anchadan beri olib ichib yurgan NLMni bilasizlar. Storiesdagi ham dabavit qilib berganman o'tgan safar. O'rtoqlar, ko'pchilik masalan baribir ham operatsiya qilishga baribir ham ruhi yetmaydi. Nima desam ekan, yoki lipozaksiyalar qilishga uydilari eri, ota-onasi ruxsat bermaydi. Lekin mana shu tabiiy narsalardan, ya'ni NL vashti ko'pchilik biladi, chunki tabiiy narsalardan foydalangan. Почти meni kollagenim qolmagan, ikkita qolib turdi. Shu kollagenim ham tugadi, drying effektim ham o'zi tugadi sizlar. Kokteylim o'zi tugab bo'lgan. Ertalab birinchi bo'lib ichadigan narsam bu drying effekt. Drying effekt nimaga? Отекlarni zo'r haydaydi.